ajoyib lavhani ham birgalikda tomosha qilib oldik va navbatda Dilafruz opa, bugungi kunda ta'lim tizimida ham, ta'lim sohasida ham bir qancha o'zgarishlar bo'lmoqda. Shu bilan birgalikda yangiliklar, qulayliklar yaratilmoqda. Bugun ham dasturimizga aynan mana shu ta'lim doirasida suhbatlashar ekanmiz va mehmon taklif etganmiz. Marhamat, mehmonimizni tanishtirib o'tsangiz. Zo'r mamnuniyat bilan tanishtirib o'tamiz. Demak, Ilhom aka Rahmatullayev Toshkent kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali akademik faoliyatni tashkil etish bo'limi boshlig'i, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tong xayrli bo'lsin. Sizlarga ham xayrli bo'lsin. Televideniya orqali bizni tomosha qilib turgan barcha yurtdoshlarimizga ham salom yo'llaymiz. Bugun ta'lim tizimi haqida so'z ketar ekan, eng natija ko'rsatadigan, xalqqa beminnat xizmat ko'rsatadigan bo'g'inlardan biri hisoblanadi. Sizning aynan oliygohingizda bugun ta'lim tizimida qanday yangiliklar bo'lmoqda va uni talabalarga yetkazishda, umuman faoliyatga daxldor yangiliklar xususida so'zni boshlasak, marhamat. Bugungi kunda Toshkent kimyo xalqaro universiteti va uning hududiy filiallari O'zbekistonda aholini oliy ma'lumotli kadrlarni yetishtirib chiqarish, bozorga o'z mehnatining samarasi natijasida yetuk kadrlarni yetishtirib chiqarish bo'yicha salmoqli natijalarga erishib kelinmoqda. Jumladan bizda oliy ta'lim jarayonida talabalarga nazariy bilimlar bilan birgalikda amaliyotni keng uyg'unligi joriy etilgan. Bundan tashqari bizda xorijiy mamlakatlar bilan, jumladan AQSh, Buyuk Britaniya, Janubiy Koreya hamda Yaponiya va Malayziya va bundan boshqa bir qancha mamlakatlar bilan o'zaro hamkorlik jarayonlari keng yo'lga qo'yilgan. Buning natijasida 3+1, 2+2 va talabalar almashinuvi jarayon natijasida talabalarimiz xorijiy mamlakatlarga o'qib kelish imkoniyatlari, xalqaro oliy ta'lim muassasasi bo'lganligimiz sababli ham professor o'qituvchilarimiz o'z malakalarini xorijiy mamlakatlarda oshirish va buning natijasida mamlakatimizga o'z ustida ishlaydigan yetuk malakali kadrlarni ishlab chiqarishga keng yo'lga qo'yilmoqda. Bundan tashqari bizda bugungi kunda nodavlat oliy ta'lim muassasalaridan birinchilardan bo'lib dual ta'lim tizimini keng joriy qilish jarayonlari bo'yicha amaliy ishlarni olib bormoqdamiz. Buning natijasi o'laroq o'rta maxsus ta'lim jarayonlarida, shuningdek maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'rta maxsus ma'lumotli tarbiyachilarni oliy ma'lumotli qilish jarayonlariga bevosita bizning universitetimiz O'zbekistonda eng yetakchi oliy ta'lim muassasalaridan biri bo'lib kelmoqda. Odatda bugungi kunda mana bir qancha talabalar uchun, biz yoshlar uchun imkoniyatlar yaratilib kelinmoqda. Lekin shu navbatida ustoz, siz ham mana universitetda dars berasiz, shu navbatida bugungi talaba bilan avvalgi talabalar o'rtasidagi farqni qanday izohlaysiz? Zamonaviy talabalarimiz bugungi kunda o'zini ustida keng ishlaydigan va kundalik axborotlarni o'zida tezkorlik bilan oladigan qobiliyatlarga ega. Buning natijasida bugungi kunda axborot texnologiyalarining keng rivojlanishi sababli bu nafaqat talabalarni o'zini ustida ishlash, balki pedagoglarni ham nafaqat o'qituvchi, balki mentor bo'lish vazifasini ham yuklamoqda. Chunki talabaga nafaqat bilim berish, balki uni keng hayotga tayyorlash ham bugungi kunda o'qituvchilarning asosiy vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda. Shu sababli talabalarga bilimni haqiqiy jarayonda bera olish qobiliyatini bugungi kunda o'qituvchilar o'zini ustida shakllantirilmasa, bu jarayondan orqada qolib ketish holatlari kuzatiladi. Ilhom aka, aynan yo'nalishingizga daxldor savol bilan murojaat qilsak, umuman akademik jarayonlarni tashkillashtirishda, jadallashtirishda qanday bir texnologik usullardan foydalanilmoqda bugun oliygohda? Bugungi kunda bizda talabalarga qulaylik yaratishda to'liq raqamli ta'lim platformalaridan keng foydalanmoqda. Talabalar o'quv jarayonida barcha mashg'ulotlarini elektron platformalar orqali olib borish imkoniyatlariga ega va bu o'z-o'zidan barcha tizim jarayoni shaffoflikda olib borishga amal qiladi va talabalar o'sha mustaqil ish jarayonlarini, bundan tashqari nazariyada olgan bilimlarni amaliyotda joriy qilish uchun elektron platformalardan keng foydalanmoqda. Bu talabalarga bir qancha qulayliklar yaratmoqda. Yana shunday savol tug'iladi, umuman xalqaro ta'lim standartlarini joriy etish borasida loyihalar ham amalga oshiriladi. Umuman sizni oliy ta'limingizda qanday loyihalar amalga oshirilmoqda bugun?
Bugungi kunda bizda O'zbekistonda boya yuqorida ham aytib o'tdim, nodavlat oliy ta'lim muassasalaridan O'zbekistonda birinchilardan bo'lib dual ta'lim tizimini keng joriy qilish jarayonlari amalga oshirilmoqda. Xususan o'sha mamlakatimizda yosh avlodni tarbiyalaydigan eng ilk qadam bog'chalarda boshlanadi. O'sha bog'chalardagi pedagog kadrlarni ushbu jarayonga olib kelish, ularni bolalar psixologiyasini o'rgatish, ta'limda endi kirib kelayotgan yosh avlodni to'g'ri tarbiyalashga qaratish uchun dual ta'lim tizimini jarayonlarini boshladik va bu bo'yicha bir qancha xorijiy oliy ta'lim muassasalarida rivojlangan oliy mamlakat davlatlarning tajribalarini keng o'rganilib, buni mamlakatimizda keng joriy qilish jarayonlarini yo'lga qo'ymoqdamiz. Kelajakda o'z sohasida yetuk kadr bo'lishi uchun bugungi talabalardan nimalar talab etiladi deb o'ylaysiz? Bugungi kundagi talabalardan nafaqat nazariya, balki amaliyot bilan o'zaro bog'liqlikni talab qiladi va o'zini ustida tinimsiz ishlamaslik bu jarayondan bir muncha orqada qolib ketishga sababchi bo'lishi mumkin. Shu uchun bugungi kundagi talabalarimiz zamonaviy axborot texnologiyalaridan keng foydalangan holatda kundalik bilim malakalarini rivojlantirib borish talabi eng ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalarning ta'lim tizimiga kirib kelishi yaxshi, lekin shu navbatida sun'iy intellekt asosidagi qo'llanmalar yoki o'sha vositalar yordamida talaba biroz avvalgiga nisbatan dangasaroq bo'lib qolishiga ham sabab bo'lmayaptimi yoki vazifa berilganda ular sun'iy intellekt asosida yaratgani yoki ulardan foydalanganini qanday bilish mumkin deb o'ylaysiz? Bugungi kunda raqamli ta'lim platformalarida talabalar tomonidan topshirilayotgan ish jarayonlarini bevosita sun'iy intellektga tekshirish funksiyalari ham keng yo'lga qo'yilgan. Talaba tomonidan berilgan fikrlar yoki u tomonidan topshirilgan ishlarda AI yordamida foydalanganligi yoki mustaqil ravishda foydalanganligini tezkorlik bilan bilish imkoniyati mavjud. Shuningdek, professor o'qituvchilarimizning tajribasidan kelib chiqqan holatda insonning o'y fikrida yozilgan jarayonlar bilan sun'iy intellekt tomonidan bajarilgan ishlarni aniqlab olish hech qancha qiyinchilik tug'dirmaydi va bu o'z navbatida ham talabaga ham o'qituvchiga bir qancha qulayliklarni yaratyapti. Va talabalarga o'quv jarayonida shu narsani tushuntirishga harakat qilamizki, sun'iy intellekt biror bir tizimda foydalanishga bizga ko'makchi vazifasini bajarishi mumkin. Undan ortiq jarayonni bizga hozircha amalga oshira olmaydi. Umuman oliy o'quv yurtida bugun yo'nalishlar soni nechta va bilamizki, yangi o'quv yili ham boshlanadi hademay. Yangi umuman loyihalar, tashabbuslar, yo'nalishlar bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilyapti? Umuman yo'nalishlar soni nechta va yangi ochiladigan yo'nalishlar ham rejalar tuzib qo'yilganmi bugun? Bugungi kunda universitetning Toshkent, Samarqand hamda Namangan filiallarida bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha 38 ta yo'nalishlar mavjud va 22 ta magistratura mutaxassislari mavjud. Bugungi kunda shuningdek yaqinda biz kutyapmiz Oliy ta'lim va fan va innovatsiyalar vazirligidan yangi litsenziyamiz chiqishini. Bunda zamonaviy bugungi kunda dunyoga eng mashhur bo'lgan va aholining uchun qulaylik yaratadigan yangi ta'lim yo'nalishlarini ochishga keng qaratilgan. Nasib qilsa 2026-2027 o'quv yilida talabalarimizga yangi yo'nalishlar bilan kirib kelishga harakat qilamiz. Ilhom aka, ko'rinib turibdi, hali o'zingiz yoshsiz, lekin shunday bo'lishiga qaramasdan doktorlik darajasiga ham erishyapsiz. Bugun umuman keling shaxsiy yutuqlar haqida ham o'rtoqlashsak, suhbatlashsak. Bugun yosh kadrlarni dars berishda, ularga bir muvaffaqiyat sirlarini bo'lishda inson o'zining shaxsiy ko'nikmalari bilan ham o'rtoqlashgisi keladi, bo'lishgisi keladi. Sizchi? Bizda ham dastlab o'sha ustozlarimizdan olgan bilim va ko'nikmalarni o'quv jarayoniga keng qo'llashga harakat qilamiz. Biz o'zimiz ham, men o'zim Toshkent Axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filialida bakalavriatura hamda magistratura jarayonlarida tahsil olganman. Shuningdek, doktorlik dissertatsiya ishlarimda Toshkent Axborot texnologiyalari universitetida himoya qilganman. Bu jarayonda juda ko'plab ustozlarimizdan bilim va malakalarni olganmiz va o'quv jarayonida biz albatta ustozlardan olgan bilimlarimizni zamonaviy axborot texnologiyalarida qo'llagan holatda keng joriy qilishga harakat qilamiz. O'quv jarayonida bizda boshqa oliy ta'lim muassasalaridan farqli ravishda dars mashg'ulotlarimiz 50 daqiqa va bu talabalarga bir qancha qulayliklarni yaratadi va ulardan zerikib qolish, o'quv jarayoniga tezda moslashish imkoniyatini yaratadi. Bizda har bitta jarayonni zamonaviy
texnik qurilmalar mavjud bo'lganligi sababli axborot texnologiyalaridan keng foydalanamiz va bu talabalarga nazariya hamda amaliyotning uyg'unligi bo'lganligi sababli ularda bir qancha qiziqish hamda o'quv mashg'ulotlarida faollik kuzatilishi tabiiy jarayonga aylanib ulgurgan. Albatta, shu navbatida ustoz bugungi kunda o'zingizni shogirdlaringizga va talabalarga qanday tilaklaringizni yoki tavsiyalaringizni, o'z ustida ishlash yo'lidagi maslahatlaringizni berib o'tishingiz mumkin? Bugungi kunda Toshkent kimyo xalqaro universiteti va uning hududiy filiallarida tahsil olayotgan talabalarimizga, shuningdek Oynai-jahon orqali bizni kuzatib turgan barcha yoshlarga 21-asr bu axborot texnologiyalari asri ekanligi, kundalik hayotimizda sun'iy intellektning kirib kelishi va bir qancha jarayonlarni rivojlanishi natijasida o'zini ustida ishlash tajribasini kundan kunga boyitib borishlarini va har kuni bilim olishdan to'xtamasliklarini tilab qolaman. Bilim bu insonni ulug'laydigan eng asosiy va xislatlardan biri hisoblanadi. Ilhom aka, chiroyli ma'lumotlar uchun tashakkurimizni izhor qilamiz. Umuman ta'limsiz taraqqiyotga erishib bo'lmas ekan, mana shu yo'lda o'zingizni kamarbastaligingiz bilan, shijoatingiz, g'ayratingiz bilan harakatda ekansiz. Faoliyatingizga doimo zafarlar tilab qolamiz. Chiroyli suhbat uchun, ma'lumotlar uchun esa alohida rahmat. Katta rahmat sizlarga ham. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Dilafruz opa, hozir esa bizda yana bir lavha mavjud. Marhamat, birgalikda tomosha qilgan holda so'ng yana suhbatga qaytsak. Marhamat azizlar.